Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, hormanglar, salomatmisizlar? Akalar, bozori bahosida yaxshi toyir puliga bitta ot sotuvga qo'yilyapti. Mana 4 muchasi sog'lom, bo'yi 1.60 plus. Ranglari tam qorasidan buni. Orqa ikkita oyog'ida qashqasi bor ekan. Bo'lib ulog'i ham bor ekan. Tarbiyalari yaxshi, yuvoshlari zo'r ekan, oxiriga ham yosh bolaga ham. Kimga qiziq bo'lsa shu otimiz sotiladi. Ismi, formalari toza. Xo'p, otimizni narxini bitta choptiramiz, keyin aytamiz. Faloniki bitta qo'yib oling-da. Ot juda komanda bersangiz, ketishni qarang. Komanda bersangiz, juda yaxshi his qiladi. So'qqaslar ham yaxshi. Ketishni qarang. Kimga qiziq bo'lsa, shu qora otimizning narxi $2,500 baho aytildi. Telefon nomerlar bo'ladi. Aloqaga chiqib bemalol savdolashib ko'rasizlar. Laqabini